Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bugungi sana 2026-yilning 13-may sanasida video qilyapmiz. Bugungi videomiz Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan 3 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga zakaz berdi akamiz. Mana ikkitasi 1 kvadratdan 1, 2, 3 kvadrat. Yani 6 ta banan hisobida. Xudo xohlasa akamizga chuvalchanglarni inkubatsion joylarimizdan beramiz. Yani chuvalchanglar boqib, ko'paytirib shunday joylardan beramiz. Ko'ryapsiz, begimiz aylantirib tashlagan chuvalchanglarimiz. Yaqinda beriluvdi, oz qolsin, tuxumlari ham bor. Chuvalchanglarimiz xudo xohlasa zichligi ko'rib turibsiz, a'lo darajada. Yanada zichlashtirish usulidan foydalangan holatida xudo xohlasa chuvalchanglarimizni akamizga yetkazib berishlarini amalga oshiramiz. Chuvalchanglar zichligini ko'rib turibsiz, aktiv holatdagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Mana oldi yoz, mana usti soyabon qilingan. Tashqari holatda esa bir qator ustiga somon yopib, ustidan torsetga tutilgan. Endigi navbat mana bu oziqalarni berdik, mana oxirgi joylarini. Buni ham mana o'tlarni bir qator yaxshilab shoxalar yordamida bir qator og'darib tashlaymiz. Keyin buni ham ustiga somonni yopib, boyagi torsetkadan tutib qo'yamiz. Va torsetkaning foydali taraflari ustiga yopilgan somonlarni shamolda uchib ketishini oldini oladi. Ya'ni qushlar ham titib ichidan bug'doylar qidirmaydi. Mana shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Xudo xohlasa videoning davomiyligida agarda imkoniyatimiz yetsa, dehqon akamizning chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyini ham zakupkalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Akamiz chuvalchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyga yetib keldik. Bugungi holati somonlar aralashgan holatida 3-4 oydan o'tgan. Mana bugungi chuvalchang tashlash uchun o'rtasi yorilyapti. Keyingi holatida xudo xohlasa chuvalchanglarni tashlab ustidan somonlarni yopib tashlaymiz. Keyingi jarayonida akamiz kerak somonlari bor ekan. O'shalarni chuqurchasiga yoyib tashladik. Chuvalchanglarimiz kelgan holati. Zichligi a'lo darajada. Shu holatda hozir yorilgan joyiga chuvalchanglarni tashlab yuboramiz. Chuvalchanglarni tashlab chiqdik. Shu holatda hozir yoyib, ustini yopib chiqamiz. Keyingi jarayonida ko'rib turibsiz, bir qator ustidan somonlarni yopib chiqdik. Oldi yoz issiq kunlar boshlandi, shuning uchun qalinroq qilib yopdik. Ko'rayotganimiz shu holatida. Suv berish jarayoni mana shu holatda suv berilyapti.